İtalyaca bir xil usul etilemey mama atga asıl bo'yicha bir etib beqinglarcha do'stlar. Bolalarni maqtab turib yeb ketibman. Eng muhimi baklam oddiy ketalik materiallar ko'p emas. Bir qadam kasallarni ukni olasizlar ki onunlarek bunun için go'shtni qalanchi qilib to'g'rab olamiz. Uningdagi piyoz, pomidor, qizil ko'klarni. Mushlarga ketadi 2 bosh pomidor piyoz ishlatisizlar, jon piyozni chiqaraq ishlatisizlar. Uningdagi eng oldi bilan cho'pni 10 minut qaynatib pishirib olamiz. 10 minutdan oz qaynatsanglar ma italyacha pishmaydi. Uningdagi buni suzib elib muzdek suv bilan chayqab olasizlar. Uningdagi ozroq nam jon yo'qib aralashtirib qo'yib qo'yimiz chaplashib qolmasligi uchun uningdagi yo'g'on qo'sa qaznimni esib meyimni qizitib oldim. Men qizan oldingi filmimda bojim do'stlar chiqib chaplashmaydi men qiznim bek-beyzi. Uningdagi buni kapoq qo'rib olgan lekin buni ustiga piyozni silib toza sarg'aytib mizlik bir chiqib qo'rib olamiz. Andan buni ustiga qizartqichlardan qo'yib olamiz. Qo'llash beklar adib do'stlar bir taqdir yurqanlarni besitib bilmaydan do'stlarga qavatib qo'yinglar, ular foydalansin. Uningdagi mana buni biroz qo'rib olgan ustiga pomidorni silib buni izligicha toza qo'rib olamiz. Ustiga andan azroq tuz, chiqroq qarimish solsa, qarimishni italyacha qilamiz. Undan boshqa hech qanday tetqimiz olmaymiz. Uningdagi mana buni ustiga qizil ko'klarni silib biroz aralashtirib olgan azroq nam suv qo'yib olamiz. Pek az suv qo'ysak shundan bilan buni qaynatib olgandan keyin 2 minut andan buni ustiga tamlantirib olgan cho'pimizni silib buni toza aralashtirib olamiz. 2 minut atrofida cho'p tamsingandan keyin taqsimizga nima olgan bo'lsak o'xshab ketgan italya cho'pimiz mana tayyor bo'lib ketdi do'stlar. Bugun oldinglarmi? Unda bo'lsa haqsizlikni besitishni unutib qolmanglar. Shundan mana italya